Gerçi Şərqi Türkistanda nurg'un joylar Xitoy virusi sababidan taqilib qolgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy doiralarining Uyg'ur yoshlarini davomli ishlashga qistaganligi jazmlashtirildi. Xitoy ijtimoiy taratqularda tarqalgan sinalg'u ko'rinishida Şərqi Türkistonning Xotandagi Yipak zavodida qul bo'lib ishlagan va o'xshash xizmat formasi kiygan yosh Uyg'ur o'g'il-qizlari ko'rsatilgan. Ilgari Xitoyning majburiy emgakini oshkorlagan bir kishi mundaq dedi. Bu xil zavodlardagi ishchilarning ko'pinchisi jazo lagerlaridan ilib kelingan. Ular kuniga 13 soat xizmat qiladi. Ular har oyda 500 yuan yoki uningdan oz maoshga ishlashga majbur bo'ladi. Ularning ba'zilari ma'lum mazgil haqsiz ishlash sharti bilan jazo lagerlaridan qo'yib berilgan mahbuslar. Xitoy doiralari Sharqi Turkistondagi jazo lagerlari siyosatidan keyin majburiy emgak siyosatini yo'lga qo'ymoqda. Bu jarayonda sonsizlagan kishilar oilasidan va normal turmushidan ayrilib, Xitoydagi zavodlarda qul bo'lishga majbur bo'ldi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu 27 noyabr Niyamida o'tkazilgan Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar ministrligining yig'inida so'z qilib, Uyg'urlarni tilga olgan. O Uyg'urlarga aloqador biror konkret tavsiyada bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin Uyg'urlarni o'z ichiga olgan musulmonlarning asosiy huquqi va erkinligi uchun gap qilishi kerakligini bildirgan. Uning Uyg'urlar haqidagi so'ziga boshqa musulmon davlatlarning qanday inkos qaytarganligi ma'lum emas. Islom hamkorlik tashkilotining Uyg'ur masalasida sukut qilishi yoki Xitoyni qo'llashi ikki yuzlimchilik deb tanqidlanib kelgan edi. Anadolu agentligining xabar qilishicha, Çavuşoğlu har yili 15 martni Islamfobiya, ya'ni islom o'chmanligiga qarshi turish kuni deb bekitishni qo'llaydiganligini bildirib, buningdan boshqa biz Uyg'urlar, Rohingyalar, Siprusdagi turklar, Gretsiyadagi turk musulmonlar osonliqlar, Jammu Kashmirdagi qarindoshlarimiz, Yevropadagi musulmonlar va boshqalarning asosiy huquqi va erkinligi uchun gap qilishimiz kerak degan. Yevropa Yahudi axboroti 26 noyabr maqola e'lon qilib, Yevropani Xitoyning Uyg'urlarni dafsanda qilishiga qarshi tadbir elishga chaqirgan. Yevropa Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligiga qanday inkos qaytarishi kerak mavzuliq bu maqolani Yevropa Yahudi axboroti nomli mazkur xabarlar agentligining bosh muharriri Yossi Lemkovich qalamga olgan. Maqolada Belgiya parlament a'zolarining so'zidan naql keltirib ilgari surishicha, Yevropa Xitoyning Uyg'ur elida tekshirish elib berish taklifini qabul qilib qolmay, balki Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlariga embargo yurgizishi, shundaqla xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini ishga solishi kerak ekan. Yossi Lemkovich, Belgiya Yeshillar partiyasi parlament a'zosi Samuel Kokolatining jiddiy andisha qilyapmiz deb qo'yish yetarli emas, konkret tadbirlarni elish kerak degan so'zlarni alohida tilga olgan. Yossi Lemkovich Samuel Kokolatining Sharqi Turkistondagi qul ishchilar amgikidan foyda olayotgan Xitoy apparatlarini va shirkatlarni qora tizimlikka elishni, bu masalani xalqaro jinoiy ishlar sudiga elib berishni taklif qilganligini ta'kidlab, Xitoy xalqaro jinoiy ishlar sudining a'zosi bo'lsa-mu, lekin jinoyat ishlansa, uni sudlash huquqi bor. Uyg'ur xalqiga qarshi ishlangan jinoyatni javobgarlikka tortishning qonuniy yo'li bor degan. Xitoy Wuhan virusining Wuhandan ilgari Ispaniya va Italiyada ko'rilganligini o'tirg'a qo'ygandan keyin Dunyo Sahiyya tashkiloti buningga norozilik bildirdi. Dunyo Sahiyya tashkiloti Wuhan virus Xitoyda o'tirg'a chiqmagan deyishining bir ko'z bo'yamchilik ekanligini aytdi. Wuhan virusi tunji qatim paydo bo'lgan Xitoyda davlat taratqullari virusning to'nglatilgan yemakliklarda bu davlatga kelgan bo'lishi mumkinligini va yuqumning izining ilgari Ispaniya va Italiyada ko'rilganligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoy Kompartiyasining axborot organlaridan biri bo'lgan Xalq gazetida e'lon qilingan dokladda COVID-19 virusi Xitoyning o'tir qismidagi Wuhan shahrida boshlanmadi. U balkim to'nglatilgan import yemaklik mahsulotlari orqali bu davlatga kelgan bo'lishi mumkin deyilgan. Dunyo Sahiyya tashkilotining jiddiy ishlar mutaxassisi Mike Ryan Beijingdan kelgan xabarga qarata, bultur 12 oyda tunji qatim bayqalgan Wuhan virusining Xitoyda ko'rilmaganligini aytishning ko'z bo'yamchilik bo'ladiganligini o'tirg'a qo'ydi. Ryan Janvada o'tkazilgan doklad berish yig'inida so'z qilib mundaq dedi: "Siz tadqiqotingizni tunji insonda ko'rilgan yerdan boshlashingiz kerak."
Eron doiralari poytaxt Tehronda qaslab o'ldirilgan yadro olimi Muhsin Faxrizodaning o'ldirilishiga Isroiliya mas'ul bo'lishi kerak deb qaradi. Eron amaldorlarining bayonotida Davlat Mudofaa Ministrligi tadqiqot va yangilik yaratish organining boshlig'i bo'lgan yadro fizika olimi Faxrizodaning qaslab o'ldirilishiga Tel Aviv hukumati mas'ul deb ko'rsatildi. Isroiliya manbalari Mossadning 2018-yili Tehrondagi atom reaktoriga mas'ul Muhsin Faxrizodani qaslab o'ldirmoqchi bo'lganligini, ammo muvaffaqiyat qozonolmaganligini xabar qilgan edi.